Mana jo'jalar. Mayli hozir 3 ekan. Qolgani nima ekan? Xorozlarni sotamiz. Oladiganlar qiziqqanlar bo'lsa. Hop. Mana shu jo'jamni, mana shu qora jo'jamni, mana shu yotgan jo'jamni qanaqadir og'zi qiyshayib qoldi shuni. Nima qilsa bo'larki? Shuni bilganlar kommentariyaga yozaveringlar. Yuzdan yuzi taktumjoq bir yong'inda qiyshayib qoldi. Mana bu ham xo'roz. Kichkintoy. Mana nima ekan? Mana xo'rozcha mana. Xorozcha bu. Xudo xolasi jo'jalar. Hammasi soppa-sog'. Mana shu jo'jamni shu tumshug'i qani qiyshayib qolganda. Tay qiyshayib qolgan. Mana yashiga to'ldi mana u. Xudo xolasa. Bekotchi qilingan. Holati yaxshi. Mana shu og'zi qiyshayib qolgani nima qilishini bilgan odam bo'lsa bir kommentariya yozaveringlar. Hech to'g'rilab bo'lmayapti buni hozir.